BBC modni yuklab olish video opisiyanasida. O'zi bu animatsiyalar qanday tayyorlanadi? Bularning barchasi Blockbuster mod, ya'ni BBC mod orqali tayyorlanadi. Agar siz BBC modni yuklab olgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Siz birinchi bosqichdan o'tdingiz. Ikkinchi bosqich g'oya qidirish. Xo'p, bu ikki videoni ko'rib turibsiz. Bular bir-biridan farqi. Birinchisi remake video, ya'ni asl videoni yoki animatsiyani qayta yaratish. Ikkinchisi esa original g'oya. Ya'ni siz o'zingiz bu g'oyani o'ylab topib, o'zingiz yaratasiz. Xo'p, remake videoga keladigan bo'lsak, bu ko'rib turgan video esa aslida bu videodan remake qilingan. Ha, bilaman, buni videosi meni videomdan ancha yaxshiroq. Xo'p, endi ikkovini bir-biri bilan solishtiring. Ha, bilaman, bular bir-biridan farq qiladi. Lekin aslida remake video shu. Ikkinchisi original g'oya. Bu video Boychi Jagan fonkidan ilhomlanib qilingan va ssenariy shu she'rdan olingan. Misol uchun, echki marashi, oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga. Shu sahnalarning barchasi shu ssenariydan olingan, ya'ni shu she'rdan. Endi sizga eng qiziqtirgan narsa Blockbuster mod, ya'ni BBC mod ishlatish va animatsiya tayyorlash. Xo'p, birinchi oynaga kirib olganingizdan keyin to'qqiz oldidagi 0 ni bosasiz. 0 ochganingizdan keyin shunaqa joylar paydo bo'ladi. Bu joylarni ko'pchiligini keyinroq tushuntiraman, yo esa tushuntirmasdan o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda modellar joylashadi. Bu yerda har xil. Xo'p, bu yerda model bloklar, particles, bu asosan effektlarga kerak bo'ladi. Xo'p, bizga asosiy kerak bo'ladigan films. Filmsda mana tepadagi pluschani bosib, o'zimizning yangi oynamizni yaratamiz. Xo'p, sizlarda taxminan shunaqa oyna chiqadi. Oyna chiqqandan keyin mana bu yashilcha turadi. Bu yashilchada bizda juda ko'p effektlar bor. Bu yashilcha nima? Bu kamera. Ya'ni kamera qayerda turishi. Xo'p, bunaqa kamerada bizda har xili bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularni ham xudo xolasa o'rgatarman. Xo'p, mana bu ekranni sekin yaqinlashtiradi. Bu effektlarni maytdan nimadirlar qilib ko'tarsa bo'ladi, tuzatsa bo'ladi. Xo'p, nastroyka shular. O'rgatayotgan narsam to'g'risi ko'p emas. Sababi o'zim ham o'rganyapman. Xo'p, mana bu narsalarni qilib, mana ko'rdingiz, tezlashdi. Okay, keyingi narsa bu yerdan siz model taxtalar buni o'chirib olay. Xo'p, bu yerdan siz o'zingizga kerakli modellarni joylashtirasiz. Mana bular asosan sizda hozir chiqib turgan bo'ladi. Tepadagilar esa men modellarni joylashtirganimcha ular turibdi. Xo'p, bular nimalar? Bular bir-biridan farqini ozgina bo'lsa ham tushuntiraman. Xo'p, mana bu ko'k. Bu ko'kda 5 rasqatda. Mana aytdi ekan. Xo'p, bu ko'k. Mana qo'lda ko'rib turgansiz, ikkita rig bor, ya'ni suyak desa ham bo'ladi. Xo'p, bu riglar bir-biridan farqi mana. Bu qayerlarda kiriladi? Xo'p, ular qolgan modellar ham shu bilan farq qiladi. Misol uchun oyog'ini tortadigan bo'lsak, oyoqlarda har birida rig bor. Xo'p, qolgan modellar. Xo'p, bular esa buni ochirog'i ham bundan biroz farqi yo'q. Bilmayman, farqi ko'pincha sezmayman. Buning oyoqlari ham, boshqa riglari ham hammasi shunaqa. Farqi uncha yo'q. Xo'p, keyingilari, misol uchun buni sal bo'lsa ham farqi bor. Mana buni sezgan bo'lsangiz, pastda suyak, ya'ni rigi yo'q. Bu asosan bitta dona. Minecraftda asosan shunaqa bo'ladi. Bunisi ham shunaqa. Bu ham shunaqa. Umuman farqi yo'q. Buni esa salgina bu ham shunaqa, faqat qiz bola versiyasi. Okay. Xo'p, mana keyin bular ham shunaqa, bular ham mana bu aynan o'zgacha. Sababi buni ancha suyaklari, ya'ni riglari boshqacha, mana ko'rishingiz mumkin. Buni endi har xil animatsiya yo boshqa narsalarga ishlatiladi. Endi kimga qanaqa, kimga kerak bo'lsa xohlaganini ishlatib qilaveradi. Oyoqlar, tuyoqlar farqi yo'q. Endi kimga qanaqa. Xo'p, bular qiz bola, o'g'il bola. Xo'p, endi yana 0 ni bosib filmga o'tamiz. Xo'p, endi mana bu uzoqda turgan ko'rib turibsiz, bizning asosiy personajimiz. Xo'p, sizlarda ham adashmasam shunday bo'ladi va transformer, ya'ni bu yerda Ctrl ni bosib, buni oldimizga yaqinlashtirib olamiz kameraga. Okay, negadir bu bizga orqasini ko'rsatib turibdi. Mayli, oldiga qaratib olamiz. Xo'p, mana
Mana ko'pincha animatsiyalar shunday tayyorlanadi. Mana qo'llari, oyoqlari va sal yaqinlashtirib olaylik uzoq va yerga yopishtiraylik bu birachkani. Xo'p, endi animatsiya qanday qilinadi? Mana post degan joyda yo bu yerda Ctrl da bosib, keyframe ya'ni nima desa bo'ladi? Kadr shunaqa narsalarni tayyorlaymiz. Xo'p, buni okey, hozir buni men 0 ga joylashtiray. Okey. Mana misol uchun buni oldinga ko'taramiz. Buni qo'lni sal yonga, buni ham oldinga va buni ham sal chekkaga. Mana qaysidir ma'noda animatsiya kerakli tayyor. Mana yana Ctrl bosamiz va bu. Xo'p, buni o'rtasidagini restart berib yuboramiz. Qaysidir ma'noda animatsiya ham bo'ladi. Endi siz animatsiya qilayotganingizda u juda kuchli qilasiz. Sababi bunaqa oddiy animatsiyalar bo'lmaydi. Ko'ryapsiz-a? Har xil animatsiyalar. Xo'p, oyoqlarni ham qilsa bo'ladi, hammasi bir go'r. Okey, endi bunga biz bu yerga o'tamiz. Tekstura, ya'ni biz personajimizni istasak, teksturasini o'zgartirsak bo'ladi. Hozir biz bu personajga tekstura, ya'ni Minecraft skinni qo'shamiz. Hozir menda tayyori bor. Mana juda ko'p, har xil. Xo'p, o'zimnikini olamiz, ya'ni Vizrusniki. Mana bu ataylab ko'zini biz o'chirib tashlaganmiz, sababi personajni ya'ni Ace nima deydi, alohida ani ochish uchun, nima deydi, ko'z animatsiyasini ochish uchun. Xo'p, bu yerda bosib kallani belgilaymiz va kallada mana bu yerda ko'zlar turibdi. Shu ko'zlarni bunga moslashtiramiz va sal-pal bunga to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, bularning ham hatto skinlari bor. Mana mening asosiy skinim. Okey, endi bunaqa bo'lganimizdan keyin meni ko'pincha videolarimda ko'rgan bo'lsangiz, og'izlar. Ya'ni shu og'iz teksturasini ham qanday o'rnatish. Xo'p, kallani belgilaymiz va mana bu yerda bizga mana bu tekstura kerak bo'ladi. Xo'p, buni og'izlar, ya'ni siz o'zingizga tayyorlab olgan og'izlarni siz yaratishingiz kerak. Menda tayyori bor. Og'iz teksturasi qayerda edi-ya? Bu changalzordan qanday topaman? Hozir bir soniya sabr qilib turinglar. O'zim ham aytdim, o'quvchiman deb topolmayapman, qattiq yuklovdim. Qani. Yo'q, bu emas. Qani onasini emsin. Hozir topaman. Hozir. Bular hammasi modellar. Okey, mana topdim. Xo'p, mana bu yerda og'iz mana. O'sha meni animatsiyadagi og'izlarim. Oxirgi videolarimda ko'rib turgan og'izlar. Xo'p, buni endi basharaga moslashtiramiz. Bashara shasharga. Okey, sal oldinroqqa chiqaramiz. Irjayib turishini qaranglar. Jokerdan farqi yo'q. Endi sal buni oldinga qo'shamiz, sababi teksturaga birlashib ketmasin. Xo'p, mana bizni Joker basharamiz ham tayyor. Buni sal kichkinalashtirib yuboramiz. Juda kichkinalashib ketdi-yu. Mana, okey, buni ham kichkinalashtiramiz. Endi sal buni to'g'rilaymiz va pastga. Mana bizga chiroyli negroidimiz tayyor. Xo'p, mana endi sizlarga ko'zda animatsiya qilishni ko'rsataman. Mana pastda ko'zda animatsiyasi bor. Agar siz bosa olmasangiz, mishkani ko'zga yaqinlashtirib chak tugmasini bossangiz, ya'ni quraydiganini bossangiz, avtomatik bo'ladi. Xo'p, bizda kech bo'lib qoldi. Buni tuzatib qo'yamiz. Sababi animatsiya qilayotganda ko'pincha shunaqa muammolar bo'ladi, lekin sizlarga bitta narsa o'rgatib qo'yaman. Meni oxirgi videoimda o'sha oftob chiqdi olamga, ya'ni o'sha oftob chiqishda animatsiyasini qanday qilinganini ko'rsatib o'tiraman. Xo'p, buni bosasizlar va kun qilaverasizlar. Mana quyoshga qaratib tun kun. Qarochi shu. Animatsiyani o'zingizga moslashtirib qilaverasizlar. Otvorda. Xo'p, yana qaytib keldik. Endi sizlarga men ko'zdagi animatsiyalarni qanday qilishni ko'rsatib o'tib ketay. Xo'p, buni ham boyagidek animatsiya qilaverasizlar. Ctrl bosasizlar, keyframeslarni o'rnatasizlar va bu yerda tayyor animatsiyalar bor. Mishkani chap tugmasini bosasizlar, mana har xili. Xo'p, bizga asosan ko'zni yumadigani kerak bo'ladi. Xo'p, buni endi mana jahl, har xili bor. Shularni moslashtirib qo'yaveramiz. Xo'p, buni salgina to'g'rilaymiz bashara shashariga. Okey, mana bo'ldi.
Animatsiyalar asosan shunday qilinadi. Endi bu animatsiyalarning qiyinchiligi va g'oyasiga bog'liq. Xo'p, endi sizlarga og'iz teksturasini ham animatsiya qilishni o'rgatib boraman. Xo'p, og'iz teksturasini bosasizlar. Yo'q, bu ko'z teksturasi. Aytgancha ko'zlarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Esimga chiqdi aytib qo'yishi. Men shu tekstura bo'limiga kirib bemalol tekstura skinlarni ham, ko'zlarni ham bemalol o'zgartirib yuboraverasizlar. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Adashmasam mana shu og'iz teksturasi. Og'iz teksturasi. Mana shu yerdan o'zgartirib boraverasizlar. Bemalol animatsiyalar qilib qilaverasizlar. Okey. Misol uchun mana bu bashar sharchaga. Xo'p, endi buni biz skinni ham o'zgartirib yuboramiz. Betga o'tamiz. Asosiy bo'lim mana. Bizda misol uchun Reker skinni olsak. Xo'p, bu yerga esa Reker bo'lsa Hacker skini, Hacker skini. Shunaqa animatsiya qilinadi. Eng oddiy narsalardan biri shu. Qaysidir ma'noda. Xo'p, boyaga narsa qana. Xo'p, men eng ko'p ishlatilayotganim mana bu meni eng sevimlisi. Bu animatsiya, ya'ni bu kamera turi qanaqa bo'ladi? Siz aytgancha bitta narsani aytib o'tay. F-ni bossangiz kamera qimirlashadi va kamerani bemalol moslab joylashtirasizlar. Misol uchun biz spotga yaqinlashtiramiz kamerani. Mana kamera yaqinlashdi. Endi orqadan ko'rsatamiz kamerani. Ko'ryapsizmi? Bemalol animatsiyalarni shu bilan qilsangiz bo'ladi. Men sizlarga maslahat berayotganim shu. Xo'p, bularni qilib olasiz. Endi nima qilamiz? Xo'p, boyagi narsa qani? Bu yerda har xili bor. Mana bu ekranni yaqinlashtirayotgani. Aytgancha ovozlar. Hatto siz videoyingizni moslashtirib animatsiya qilish uchun ovozlarni ham qo'ysa bo'ladi. Faqat ovozlar wow ko'rinishda bo'lishi kerak, ya'ni wow formatida. Xo'p, endi keyingi narsa shu. Ba'zi narsalar shu. Xo'p, siz bularni o'chirib tashlab, mana bu ko'rinishga keltirasiz. Xo'p, endi xo'p, modellar. Siz Minecraftga qanday modellarni o'rnatasiz? F6 tugmasini bosasiz va shu yerda bemalol o'tvorda modellarni joylashtirasiz. Modellar va audio bo'limi. Audio bo'limiga boyagidek wow ko'rinish formatiga keltirasizlar-da, videoni joylaysizlar va boyagi tag orqali qilaverasizlar. Xo'p, modellarni esa model bo'limisiga joylaysizlar. Mana har xil modellar bor. Misol uchun oxirgi videodagi echka va yana qanaqa modellarni ko'rsatsam bo'ladi? Politsiya mashinasi bu yerda esa tumsoq, bu yerda esa mana eng yoqtirgan modelim ajdar o'rgatuvchilarni bosh kiyimi. Aytgancha, agar siz videoni uzoqdan yo boshqa yerdan qilmoqchi bo'lsangiz, sizga bitta zo'r narsa ko'rsataman hozir. Xo'p, buni mana meni skinim. Endi buni kallasiga biz boyagi bosh kiyimni kiydiramiz. Xo'p, qani? Okey, mana. Endi biz mana tayyor. Xo'p, endi biz Morphs bo'limiga o'tib, shu personajni bosib F5 ni bossak, mana bizni boshimizga kiyilib, skinimiz avtomatik tayyor bo'lgan bo'ladi. Hech qanaqa muammo va narsalar shart emas. Shuna qilib asosan animatsiyalar qilinadi. Xo'p, sizlarga yana bitta narsa, agar videongizni animatsiya qilib olgan bo'lsangiz, mana bu Film Effects tugmasini bossangiz, avtomatik videongizni ekranni zapis qilib bergan bo'ladi. Mana bizda qolgan videolar va bu videoni ko'ramiz. Tayyorini qilib beradi. Xo'p, buni siz albatta o'rnatish uchun FFmpeg degan narsani o'rnatishingiz kerak. O'rnatishingiz emas, yuklab qo'yishingiz kerak va o'sha yuklangan joyini ko'rsatib, buni maytga kirgizsangiz, avtomatik video zapislar qilgan bo'ladi. Xo'p, bor video shu edi, bilimim shu edi. Hammaga xayr.